Nima edi? Qarang, bugun bizga 4 ta mahsulotni tushuntirib berdilar. O'zi ko'pini ichganmiz, zo'r natija olganmiz. Mana mashina imeni tushuntirib bering. Mashin bilan mana mashina. Qarang, mana Dilfuza ko'pchilik hozirgi yozgi paytda ozishni payiga tushib qolgan, to'g'rimi? Yugurasiz, suzishga borasiz. Ayniqsa, qiynaydigan diyetalarda o'tirganlar ham bor. Ammo organizmni hech qachon qiynashimiz kerak emas. Birinchi o'rinda bizdagi bor bo'lgan mahsulotlardan men kompleks hozir bo'ldi. Bunga 2 kun muhlat ketdim, o'rganib chiqishimga. Mana shu kompleksda ichiladigan bu satyoklar, yog'larni parchalanishi ketadi. Birinchi o'rinda bizdan sevimli aloe emas, bu detoksdan boshlaymiz. Aloe kapsulasini har kuni kechqurunga 2 ta kapsula iste'mol qilasiz. Kun davomida suv ichishingizni davom ettirasiz. Sovuq suv hech qachon ichmaysiz, har doim 30-40 gradusda ichasiz. Zavtrakingizni qilasiz, zavtrakdan yarim soat o'tgandan keyin